O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nomidan bugun davramizga taklif etilgan olim Rahimjon Otaliy bilan marhamat. Do'stlarimiz shu 26 yildan beri O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida ishlayman. Shu 26 yil mobaynida juda ko'p odamlarni ko'zini tushirgan. Juda ko'p adabiy maktabchilar bilan birga ishlash vaqti menga berilgan. Shu akalarning orasida ayniqsa Qo'shnilar Adashboyevga ixlosli juda baland. Bu aka bilan ikki marta birga ishlash vaqtiga berilgan. Bugundan ko'nglimda Qo'shnilar Adashboyev sha'nida bu odamni bolalar adabiyotiga, o'zbek tarjima san'atiga, o'zbek parodiya san'atiga, boshqa san'atlarga qo'shgan hissalari haqida juda ko'p gapirish mumkin. Bundan qarasa 40 yil ilgari 12-marta O'zbekiston Milliy teatrida O'zbekiston qahramoni, qadrdon adabiyotlar olimimiz Hozir Sharafuddinovning 80 yillik tavalludiga bog'liq katta bir tantanali kecha bo'ldi. Xabarlaringiz bor. O'sha kecha Hozir Sharafuddinov haqidagi hujjatli film namoyishidan boshlandi. Shu yerda Ozod akaning bitta gapi juda odamga ta'sir qiladigan gap bo'ldi. Shu aytdilarki, agar shu ko'zda ayon ko'rinib turgan mana shu haqiqatni men aytmasam boshqa kim ayta oladi deb o'ylab qolaman. Bu gapni ellik yil buyuk adibimiz Abdulhamid Cho'lpon haqidagi haqiqatni hech kimdan hech nimadan qo'rqmasdan baralla bemalol aytib yashagan odam ayta oladi. Birinchidan. Ikkinchidan Abdulla Qahhordek buyuk xalqimizga munosib shogird bo'lgan odam deganlar. Mana shu gaplardan keyin men o'zimcha mana shu 26 yil ichida o'zim bilan birga ishlashgan qarindosh akalarim, do'stlarim, birodarlarim orasida mana shunday xalqga yaqin keladigan qay akam deganda birinchi galda shu Qo'shnilar Adashboyev haqiqatdan ham bu odamning fe'li achchiq haqiqatni yuzda go'yo aytishga o'rgangan odam. Lekin masalan haqiqatda ham haqiqat bor, haq qo'yilgan haqqilik bor. Hammaga tushunib, qay tarzda odam bolasini suniga malol qilgan, xuddi chaltakka o'raganday hazil mutoyibani yengil o'rab aytish odam eshitayotgan odam shu haqiqatni to'g'riga tuqqaniga yoqmaydi. Shu haqiqatni qabul qila olsin, hazm qila olsin. Mana shu jihatdan Qo'shnilar Adashboyevning hayoti ham, ijodi ham shu haqiqatni hazm mutoyibani to'g'ri aytish mahorati mening nazarimda juda tasvirlanadi. Hayotda ham, ijodda ham. Endi aldagani bola yaxshi degan xalqni gapi umuman o'zbek xalqining hamma maqollari pichingga qurilgan, kinoyalar, askiyaga nimaga qurilgan. Aksariyat maqollarni albatta tekshirishimiz kerak. Aldagani bola yaxshi degani aslida bolani aldamaslik kerak degan. Hech bir narsa bolani haqqonlik qilib tarbiyalolmaganiday hech bir narsa bolani ko'zini yolg'onchalik bayron qilolmaydi. Bolalar o'zbek bolalar adabiyotining imtiyozi Tohir ularni shu bola ajali avvalo shunga qo'yilganki, innay deb odamni tenka-tenkasini sizlashini quritadigan odamga notishanlik bilan qaraydi. Ayniqsa millat bolaga notishanlik bilan osmondan qaraydigan odamni qanchalik o'sha yolg'ondan yuragi o'rtangan taqdirda
Ular mana shu yuragim o'rganganda mana aldash yolg'on gapirish mana bunaqa bo'ladi deb bir yolg'ondan 40 yolg'onni to'qib tashlaydigan bola. G'ofil g'ulomni buyukligi masalan men o'sha oxirgi chiqadigan maqolalarimdan bittasi egamanlik so'zi g'ofil g'ulomni masalan ikkita dostonini atrofida nomini atrofida aylantirib masalan Fugan dostonida Fugan degani nima o'zi? Bularning ma'nosi Fugan degani qo'yni baranni masalan qassobga yo haligi nimaga topshirishdan avvali o'rniga olib qo'yadigan o'yinchoq yanjil bu haqida shuni qo'yga o'ziga bog'liq bo'lmaydi Fugan deb aytadi. Fuganlangan odam o'zi Fugan bo'lgan odam xuddi Alpamish dostonidagi ko'kqashqa, boyqashqa, toyqashqa va hokazolarga o'xshagan hali ko'p o't pishmagan bu haligi ham ko'p mustaqil fikrlay olmaydigan kolxozchi bo'lsa ham mustaqil fikrlay olmaydigan egalari egallaganda degan ikkinchi dostonida Bobur bo'lib o'sha nomni o'zida ham bizni egallikka chaqiradi, mustaqillikka da'vat etadi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Xo'p, endi men juda gapni uzoqdan Alisherbekni bu mas'ullarning yuzlaridan boshladim. Asosiy davlat qahramoni Tursunboy Adashboyevni ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, shu nuqtai nazardan bolalar adabiyoti bo'yicha mana tashabbuslar boshqa mutaxassislarimiz bolalar shoiri sifatidagi Tursunboy akaning o'zida xosligini mendan chuqurroq bilishadi. Lekin asosiy men nazarimda shu bolaga haq gapni ta'lim bolani erkin mushohadaga, mustaqil fikrlashga bolaligidan o'quvchini o'rgatishga qaradi. Asosiy fazilatlari mana shunday deb o'ylayman. Adashboyevni bolalar shoiri sifatidagi. Endi Tursunboy Adashboyev faqat bolalar shoiri emas. O'zbek parodiya san'atiga asos solganlardan biri va bugungi o'zbek parodiya san'atini qiyofatini belgilab Tursunboy Adashboyevning bir turkum parodiyalari mana kun kechagina bularga menga o'sha Toshkent nashrida parodiyalar to'plamini ko'rsatdi. Yaqinlarga olish kerak masalan. Yuzlab parodiyalarda hozirgi o'zbek she'riyatini, qiyofatini berganki, endi Tursunboy Adashboyev Nosir Qodirov va boshqa tarjimonlarimizga qatnashganda mening nazarimda zum qo'ygan holat. Bu odamning tarjimachilik mahorati shunisi bilan boshqa tarjimonlardan farq qiladi. Bu pahlavon tarjimon uchun o'zi shakl tayyorladi. Xohlasa o'zbek adabiyotidan qirg'iz tiliga tarjima qiladi, xohlasa qirg'iz adabiyotidan o'zbek tiliga tarjima qiladi. Bunaqangi hodisa tarjimachiligimiz tarixida noyob hodisa nazarimda. Qirg'iz adabiyotida kechiragan Hotimovni butun adabiyotda voqea bo'lgan shundan qirg'iz tarixiy romanni tarjima qilishga yaxshi biladigan. Yoki o'zbek adabiyotidan juda ko'p bizni ajoyib ustozlarimizni asarlarini bevosita qirg'iz tiliga tarjima qilgan. Mana shu Tursunboy Adashboyevning tarjimachilik mahoratini bugungi kunda jahonga chiqayotgan xalq bevosita Xitoy tilidan, hind tilidan, ingliz tilidan, boshqa tillardan jahonning barcha tillaridan tarjima qilayotgan yosh tarjimonlarimiz mening nazarimda shu Tursunboy Adashboyevning maktabiga saboq olib, faqat o'sha adabiyotni deylik Xitoy adabiyotini namunalarini o'zbek kitobxonlariga yetkazish bilangina cheklanib qolmasdan, o'zbek adabiyotining yutug'ini Xitoy o'quvchilariga yetkazishga ham
Bu o'jarni mana shunday kattaroq olish kerak.